Lacetti 1.8 da nima sababdan moy rasxod qiladi? Agar bordi shu videoyimiz 200 ming prosmotr uradigan bo'lsa, men nima sababdan moy rasxod qilishligini sizlarga ko'rsatib o'taman. Lacetti 1.8 dan juda ko'pchilik motor remont qilmaydi. O'rniga 1.6 yoki bo'lmasa o'zini boshqa motorini almashtirib yuboradi. Nimaga? Chunki motor remont qilinadigan bo'lsa, 7 million, 8 million qilib yana moy rasxod qiladigan bo'lsa, o'rtada ustda ko'zga xunuk ko'rinib qolishligi mumkin. Biz buni 5 yildan beri garantiyasi bilan motor remont qilib berayotganmiz, ya'ni moy rasxod qilmaydigan qilib 0 dan 100 gacha remont qilinadi, sifatli zapchast qo'yiladi va moy rasxod qilmaydi. Bu mashinamizni ham xuddi shunaqangi 0 dan 100 gacha remontlarini qilib berganmiz. Xudo xolisa muammo qilmasdan cho'tki xizmat qiladi. O'zbekistonda Lacetti mashinasining o'ziga yarasha o'rni bor. Juda ko'pchilik motorlardan shikoyat qiladi, lekin bu narsa biz uchun muammo emas. Agar siz ham Lacetti haydasangiz, nafaqat Lacetti, qanaqangi mashina haydashingizdan qat'iy nazar, motorda muammo bo'ladigan bo'lsa, 0 dan 100 gacha remontlarini qilib beramiz. Profil ichiga kirib ko'radigan bo'lsangiz, juda ko'plab mashinalarning ta'mirlangan jarayonlarini qo'yib borganmiz. Albatta sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Xizmatlar bo'yicha pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Sifatli, kafolatli motor remont xizmati kerak bo'lsa, Motor House servisiga murojaat qilishingiz mumkin.